Hey yo, barchangizga salom do'stlar. Sizlar bilan bugun qanday qilib ChatGPT ni 12 oyga bepul olishni o'rganamiz. Albatta videoni boshlashdan oldin videoga like va kommentariyada o'z izohlaringizni yozib qoldiring. Buning uchun bizga Chrome brauzeri kerak bo'ladi. Chrome brauzeridan ChatGPT ga kirib olamiz va birorta VPN ni ishga solamiz. Do'stlar, eslatib o'taman, faqat Hindiston VPN bo'lish kerak. VPNimiz ulandi. Endi esa iloji boricha yangiroq Google account bilan ChatGPT ga kirib olamiz. Masalan, gmail.com va davom etamiz. Va bizdan parol qo'yishimizni so'raydi. Davom etamiz. Pochtamizga xat boradi, ya'ni xatning ichida kod. Gmailimizga kelgan kodni kiritib olamiz. Va ism familiyamizni to'ldiramiz. Tug'ilgan yilimiz. Agarda VPN ishlagan bo'lsa, tepada mana bunday yozuv bo'ladi, ya'ni бесплатное предложение. Ushbu joyga kiramiz va ko'rib turibmizki, Go versiyasi 12 oy uchun bepul, ya'ni 0. Получить бесплатное предложение bosamiz. Bizda mana bunday oyna hosil bo'ladi. Ushbu oynada ko'rib turibsizki, 12 oy uchun tekin. Demak, ushbu joyda bizning Gmail pochtamiz va ushbu joyga kartani kiritishimiz kerak va adres, ya'ni manzilni kiritishimiz kerak bo'ladi. Eslatib o'taman do'stlar, yaxshilab kuzating. Ushbu joydagi xatolik sizni premium versiyadan ozod qilishi mumkin. Birinchi bo'lib bizga kerak bo'ladigan sayt nomini yozamiz. Mana birinchida chiqqan sayt va unga kiramiz. Endi esa bu yerda Advanced ni tanlab olamiz. Ushbu sayt bizga Hindistonlik kartalarni generatsiya qilib beradi. Generatsiya qilish uchun Hindiston kartalari boshlanadigan raqamni yozamiz. Misol uchun mana bu 55, 18, 27 va oxirida 706. Qolgan X raqamlarni esa saytni o'zi topib beradi. Raqamlarni kiritgandan so'ng pastdagi Generate tugmasini bosamiz. Mana do'stlar, ko'rganingizdek bizda ajoyib karta raqamlar va ularning CVC raqamlari ham chiqib keldi. Endi esa buni shunchaki nusxalab olamiz, ya'ni karta raqamni. Ushbu joyga vstavka qilamiz. Endi
kartaning yaroqlik, ya'ni ishlash muddati 06/2028-yilgacha. 06/2028 va bizdan CVC kodni ham so'raydi. CVC kod ko'rib turganingizdek oxirida mana bunday yozilgan 009. 009. Endi esa bizdan ism familiya so'raydi. Ism familiyaga hindistonliklarga yaqinroq ism qo'yishimiz kerak. Masalan, ana do'stlar, endi esa bizdan Hindistonning qayerida yashashimizni so'raydi. Bunga do'stlar juda aniq va tiniq manzil kiritishimiz kerak. Agarda manzilda xatolik yoki boshqa davlat belgilansa, premium отказ bo'lib ketadi. Bizga ushbu joyda yana bir sayt yordamga keladi. Best Randoms degan sayt. Mana birinchida chiqib turibdi. Random address in India. Va ushbu saytga kirib olamiz. Countryga India turibdi. Ushbu joydan generate tugmasini bosamiz. Generate to'g'rirog'i. Xo'p, ko'rib turganingizdek bizga Hindistonning aniq manzillarini berishdi. Ushbu manzillardan xohlaganimizni kopirovka qilib olamiz. Masalan, mana bu oxirdagi. ChatGPT ga qaytamiz va ushbu joyga stavka qilib olamiz. Hozir adashmasam o'zlari kerak bo'ladigan saytlarni ko'rsatish kerak. Xo'p, город degan joyiga city, ya'ni Mumbai. Pin kod, ya'ni pin kod deb bu yerda pochta raqamini yozishimiz kerak. Buni ham ushbu saytdan olamiz. Endi esa shtat, qaysi shtatdaligini ham ko'rib olish kerak. Shtatimiz Maharashtra degan shtat ekan. Nom ham juda o'qish qiyin. Mana tanlab oldik. Xuddi ko'rsatganimdek to'ldirib chiqasizlar do'stlar va podpisatsiya tugmasini bosamiz. Albatta bittada o'xshamasligi mumkin, chunki soxta kartalar baribir muammo bo'ladi. Bizda ushbu joydan kapcha so'raydi. Ya'ni siz robot emas, odamligingizni aniqlash uchun kapchadan o'tib olamiz. Kapchadan ham o'tib oldik. Endi esa kutamiz. Не удалось проверить метод оплаты. Ushbu joyda endi karta raqamlarini o'zgartirishga harakat qilib ko'ramiz. Xo'p, mana bu kartani kiritamiz. 0129. Bosh raqamini belgilab olamiz. Va yaroqlik muddati 0129 va CVC kodi 768 0129 0129. Endi esa CVC kodi 768 768. Adresni ham o'zgartirishimiz kerak. Misol uchun mana bu adresni tanlab olamiz.
Eski adresni o'chirib tashlaymiz. Keyin esa shahar Mumbay, shtat Maharashtra va pochta kodi 4000 elektor. 400064 ekan bizda. Elektorini o'zgartiramiz va qaytadan yana bir bor urinib ko'ramiz. Yana bir bor kapchadan o'tamiz. Menimcha qabul bo'ldi. Mana do'stlar, qabul bo'ldi va o'zi avtomatik tarzda ChatGPT oynasiga qaytadi. Mana do'stlar, bizda tepada ham aytishdi, ya'ni ogohlantirishdi. Bizda Go versiyasi aktiv bo'ldi. Endi esa 12 oy bepul ishlatishingiz mumkin. Video yoqqan bo'lsa like bosing, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiring.